بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Kanalimizga xush kelibsizlar azizlar. Mana chatimizni yoqib oldik. Hammanglarni faol bo'lib ishtirok etayotganinglardan xursandman. Inshaalloh bugungi darsimizda barchangiz uchun bu manfaatli bo'ladi deb umid qilaman. Endi hozir mavzuga o'tishdan oldin qisqacha o'zim haqimda tanishtirib o'tsam. Taminangiz Nozima Bintu Asad bo'laman. Yoshim 44da, oilaliman. Asli Toshkentliman. Hozir ham Toshkentda yashayman. Ma'lumotim o'rta. Shu ma'lumotim bo'yicha ancha yillar oldin Davlat soliq qo'mitasida va davlat bojxona qo'mitalarida tip bo'limida, ya'ni kontrabanda bo'limida ishlab kelganman. Diniy qo'mita orqali otinoyilar malaka oshirish kursida o'qib, shu bo'yicha faoliyat yuritib kelganman. Undan tashqari juda ham ko'p kurslar o'qidim. Asosan meni zamonaviy kasblar qiziqtirgan, shu bo'yicha o'qib chiqqanman juda ko'p fikrlarda. Lekin bu kasblar menga huzur bermadi. Dunyoviy bo'lgani uchun keyin tushundim. Bu kasblardan chiqib ketib, yillar o'tib, o'z ustimda ishlashim kerakligini anglaganimdan keyin o'zimdagi to'siqlar, ya'ni ustimda ishlashni boshlaganimdan keyin o'zimdagi to'siqlar, ya'ni miyamdagi to'siqlar yechilgandan keyin imkoniyatlarni ko'ra boshladim. Imkoniyatlarni ko'ra boshlagandan keyin yuradigan yo'llarim ham ko'rina boshladi. Demak, Alloh taoloning aniqlar meni o'rganib, shuncha yillar davomida menda ko'milib ketgan, shu paytgacha nima narsa o'sha qobiliyatlarimni aniqlagunimga qadar to'sib turganini bilganimdan keyin o'z ishimni boshladim. Shunaqa hayotimda burilish bo'ldiki, bir narsani tushundim, shu umuman inson o'zini o'rganishga butkul qaratganida, vaqtni ajratganida. O'rgangan bilimlarim asosida, ya'ni meni bilimlarim qalb, miya, aql, nafs bo'yicha 4 yillik tajribaga egaman hozir va shu yo'nalish bo'yicha faoliyat yuritib kelaman. Har doim shu yo'nalishda tinimsiz kuniga ishlayman. Hatto o'z ustimda va aynan chilla dasturini ham bekorga ishlab chiqmaganman. Albatta bu haqida inshaalloh darsimiz oxirida ma'lumotga ega bo'lasiz. Bu yo'nalishda 3 yildan beri odamlarning muammolari bilan ishlab kelaman. Kursda o'qigan har bir o'quvchilarim o'zigacha natija ko'rsatib kelishyapti, alhamdulillah. Albatta bu mendan emas, g'oyaning egasi Alloh. Natijani ham Alloh beradi. Mana o'zim haqimda qisqacha ma'lumot berib o'tdim. Bu yog'iga ortiqcha bir maqol bor, eshitgan bo'lsanglar. Ko'p gap eshitib deydigan. Eshitganmisizlar? Shuni kim qanaqa tushunadi shu maqolni? Kommentga yozinglar, men bilgim kelyapti shu fikrlarni. Maqolni sizlarga bekorga bermadim. Hammanglar yaxshi, to'g'ri javob yozinglar. Mana bizda mana shu maqolga amal qilinadi. Mana oramizda tasavvuf ilmi bo'yicha biladiganlar bor, juda yaxshi tushunasizlar. Shuning uchun ham bizda kamroq gapirishga fokus qaratilgan. Shuning uchun bugun har doim meni kanalimda e'tibor bergan bo'lsanglar, ko'p chat qilavermaydi. Bir oyda bitta yoki 2 oyda bitta bo'lib qolmasa, shunga qarab ish yuritiladi. Endi bugungi bo'ladigan darsimizda ko'pchilikda bo'layotgan hayotiy vaziyatlardagi ichki holatni o'rganish. Hozir sizlarga bitta savol bilan murojaat qilmoqchiman, aynan shu mavzuda.
Hammanglar bo'yamasdan, yasamasdan, ichki holat bo'yicha aniq qilib javob beringlar. Xo'pmi? Men aql bilan emas, qalb bilan. Men bekorga bermayapman sizlarga bu savolni, chunki sizlarda hali nafs haqidagi ma'lumotlarga ega bo'lmaganinglar uchun ham nafsda aralashuvi bor javob berishda. O'shaning uchun sizlarga savol berganimda qalbinglarni holatini kuzatinglar. Darrov nafs aql orqali aralashadi. Xo'p, savolga o'tamiz endi. Hozir ichingizda ko'proq yengillik bormi yo og'irlik bormi? Mana shuni kommentda javobini yozinglar. Erinmasdan javob beringlar. Shunchaki kuzatuvchi bo'lib o'tirmasdan. Menga bu javob muhim. Chunki bu sizlar uchun juda ham ertaga hayotinglarni davom ettirishingizda foydali bo'ladi. Men sizlar uchun harakat qilyapman. Sizlar ham jim turmasdan har biringlar eshitayotgan odam javob berishga harakat qilinglar. Mana inshaalloh o'shanda natijasini ko'rasizlar. Dars manfaatli bo'ladi sizlar uchun. Oxirigacha o'tirsanglar. Eslab qolinglar, nafsda o'zidan aqllilik yasash bor. Shuning uchun javob berishda qalbga qaranglar, aql bilan javob bermanglar. Mana endi haqiqiy javobni yozyapsizlar. Juda ham yaxshi. Mana ko'pchilikda bitta javob bo'ldi. Juda ham yaxshi. Aql bilan emas, qalb bilan javob berdinglar. Men o'zim ustida ishlagan, o'zini ustida faol bo'lishga harakat qilib bo'shashmagan odamlarni yaxshi ko'raman. Harakat qilib, ana endi sizlarga o'sha ichki holat bo'yicha ma'lumotni yetkazishga, tushuntirishga harakat qilaman. Diqqat bilan eshitib boringlar. Sizlardagi tushunmayotgan narsalarni bu darsda ochib beradi va bundan keyin qanaqa yo'l tutish kerakligi bo'yicha bilib ish qilasiz. Nima uchun bu holat bo'lyapti? Bu holatdan qanaqa chiqib ketish mumkin? Inson o'zi nima uchun kelganini, nima uchun yashayotganini anglashni boshlaydi agar diqqat bilan eshitsanglar. Ichki holatlar bo'yicha sizlarga bekorga savol bermadim. Og'irlikmi yoki yengillikmi? Insonda har xil holatlar bo'ladi. Hislar ham, hislarni kimlardir holatiga adashtirib yuborishadi. Kimlardir ilhomlarni adashtirib yuborishadi hislarga. To'g'rimi? Buni biza farqini ajratishimiz kerak. Holatlar, ilhomlar, hislar boshqa narsa. Ularni o'rganish uchun oldin qisqacha tushuncha hosil qilib olamiz. Oxirigacha diqqat bilan eshitib tushunishga harakat qilinglar. Darsda o'zinglardagi kamchilikni ko'rasizlar va uni qanday bartaraf qilish haqidagi yechimga ham ega bo'lasizlar inshaalloh. Xo'sh, ovozi yaxshi. Tasavvuf haqida ilmi borlar bilishadi. Mana sizlar ham sekin bilib olasizlar. Endi kirib kelganlar, xabari yo'qlar. Sizlar kinolarda ko'rgansizlar. Misol uchun Yunus Emroni kinolarida ko'rgansizlar. Aziz Mahmud Xudoyning kinosida ana o'sha Yunus aynan tasavvuf yo'lida bo'lgan inson hisoblanadi. Aziz Mahmud Xudoy ham keyinchalik tasavvuf yo'liga kiradi. Mana shu yo'l deb aytiladi. Tasavvufda ko'pchilik hali bu kitobiy bilinmasda uni o'rganish uchun yaxshigina vaqt kerak bo'ladi. U o'sha aynan ichki holatga bog'liq ilm hisoblanadi. O'shaning uchun sizlarga holatlarni bekorga gapirib o'tmadim. Ichinglardagi holat qanaqa deb. Mana endi sekin-asta ketma-ket bittadan tushuntiraman. Hozir biz ichki holat bo'yicha gaplashamiz. Holatinglarni og'ir dedinglar, ko'pchiliginglar mana og'ir dedinglar. Juda kamchiliklar u meni kursimda o'qiganlar, yengillik. Hol nima? Holat nima? Ichki holat bu insonni qalbiga Alloh tomonidan beixtiyor berilgan ruhiy holat. Tushundinglar? Buni inson o'zicha chaqirib ola olmaydi. Uni kuchi bilan ham yaratib ola olmaydi. O'zicha xohishi bilan tortib ola olmaydi uni. U insonga ne'mat bo'lib ham kelishi mumkin. Sinov bo'lib ham kelishi mumkin. Mana misol uchun har biringlarda vaqti bilan
bo'lgan. Misol uchun mana bunaqa holatlar. Hozir men aytib chiqaman, yozishingiz mumkin kommentariyda shunaqa holatlarni. Mana misol uchun namoz o'qigansizlar, qaysi namozinglarda ko'zinglardan o'zi yosh chiqib ketgan, ichinglar to'lib, qanaqadir nima deydi, boshqacha holatda bo'lib, ibodatni bajarayotganda qattiq taqillagansiz, qanaqa boshqacha holat keldi, keyin qanaqadir Allohga yaqinlik hissi paydo bo'ladi. To'g'rimi? Mana shunaqa holatlar kimlardadir bo'lgan. Keyin mana bir xil o'quvchilarim aytishadi. Mana shu holatni yo'qotib qo'ydim deb. Ayrim o'quvchilarim yo'qotib qo'ydim deyishganlar bo'lgan. Endi eshitinglar. Ba'zan esa bu qattiq huzunli, ya'ni yurak tor tiqilish holatda ham keladi. Bu ham holatga kiradi. Eng muhimi bu Allohdan keladigan narsa, ya'ni holat Allohdan keladi. Buni siz kutib o'tirmaysiz, o'zingizcha hal qilmaysiz. Maqom nima? Maqom banda harakati bilan qo'lga kiritadigan narsa. Mana misol uchun sabr qilasiz bir narsalarda, sabr qilasiz, shukr qilasiz, tavba qilasiz. Ana shu narsada siz borib bu harakatsiz maqomga aylanadi. Inson maqomini mana shunaqa qilib qo'lga kiritadi. Bu muntazamlik bilan. Hol bo'lsa, kelib ketuvchi narsa. Shundaylar, kelib ketuvchi narsa. Sizlar hozir oxirigacha jimgina eshitinglar. Yozmay turinglar, men chalg'iyman. Keyin yozishni boshlaysizlar. Hol kelib ketuvchi narsa. Maqom esa siz bilan qoladi. Ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan joyi holga suyanish xatarli bo'ladi. Ehtiyot bo'lishinglar kerak bo'lgan joyi. O'sha mana hozir aytdim-ku, tiqilish holati bo'ladi. Qanaqadir qalbda huzunli, qattiq inson shunaqa holatga tushib qoladiki, atrofdan aybdor qilmaydi, o'zini ojiz his qiladi, zaif his qiladi, nochor deb qoladida, Allohim deydigan holatga tushib qoladi. Qanaqadir. Bu ham qaysidir bandalar uchun rahmat sifatida keladi, ne'mat sifatida keladi. Faqat inson bunda o'zini to'g'rilab olish kerak. Kimlardir haddan tashqari o'zi bilmagan holda atrofidagilarga zarar yetkazib qo'yadi. O'zini shunaqa g'alati his qilganidan. Yoki bo'lmasam aytishadi. Gapirgim kelmayapti shu holatda, bilmadim, yolg'izlikni his qilman, nimagadir g'alati his qilman deydigan holatga tushadi. Tushunasizlarmi? Ana shunaqa holatda kimlardir bo'lgan, oranglarda misol uchun. Shuning uchun hol keladi, ketadi. Buni ushlab ham qola olmaysiz. Buni shunchaki qabul qilishingiz kerak bo'ladi. Maqom esa siz bilan qoladi. Ya'ni sizni muntazamlik harakat, amallarni bajarishingizga qarab. Ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan joyi holga suyanib qolish kerak emas. Misol uchun holda mana bunaqa holat ham bo'ladi. Insonda o'sha yengillikka erishish qayerdir Alloh taolo sinov sifatida yuboradi-da. Sinov sifatida yuboradi. Keyin ichida insonda mana bunaqa narsa paydo bo'ladi. Haddan tashqari o'ziga ishonib ketish. Menda mana bunaqa narsa paydo bo'lyapti. Demak, men yetishib qoldim, yetishimman. Bu narsa bekorga kelmadi degan tushunchaga keladi. Qaranglar. Shu narsada juda ham inson ehtiyot bo'lish kerak. Bunda o'zi sezmagan holda nafsni gapiga ilinib qolayotganini bilmay qoladi. Alloh taolo buni beradi, rahmat sifatida, ne'mat sifatida beradi, lekin inson o'zini ichki muodaratni ushlab turish kerak bo'ladi. Mana shunaqa vaziyatda. Bu o'lguncha sinov sifatida yoki rahmat sifatida siz o'zingizni o'sha paytda ya'ni meni Alloh taolo ko'rib turibdi. Hozir bu holatda men o'zimni ushlay olmasam, yana nafsimni gapiga qabul qilib qo'ygan bo'lmay, nafsimni gapini degan ma'noda ehtiyot bo'lishingiz kerak.
Mana o'sha narsa sizda yetishib qoldimikin degan tushunchalar paydo bo'ladi. Bu holat paydo bo'lganda o'zingizni yig'ishtirib olishingiz kerak. Ichingizda kuzatishingiz kerak. Ichingizda qanaqa gaplar kelyapti. Shunaqa gap keladimi, farqi yo'q, o'zingizni qo'lga olishingiz kerak. O'tgan mashoyixlarimizni, avliyolarimiz aytib ketishganki, hol bilan emas, odob va istiqomat bilan o'lchanadi deb aytishgan. Ko'ryapsizlarmi? Siz har bir harakatingizda odobingizni ko'rsatib berishingiz kerak. Odobingiz orqali siz Alloh taologa sadoqatingizni namoyon qilib bera olasiz. Odob deganda bu faqat odamlarning oldida emas, nafaqat o'zingiz yolg'iz qolganingizda ichingizdagi holatni kuzatgan holatda o'zingizni nazorat qilish bilan birga mana shu miyangizdan o'tayotgan har bir narsani kuzatish bilangina odob saqlay olasiz. Hol har doim, ya'ni holat inson harakatlariga qarab ko'rinmaydi. Bu hol ato, ilohiy ehson. Hol xuddi yomg'irga o'xshaydi-da. Misol uchun siz yer haydayapsiz, urug' sepasiz, uni sug'orasiz. Yomg'irni tortib olamisiz? Yomg'irni Alloh beradi. O'zi istaganiga mana shunaqa holatlarni yuborib turadi. Masalan, kofir insonda ham ba'zi paytida, misol uchun islomni qabul qilmagan odam deylu, misol uchun ularda ham qanaqadir xotirjamlik qilish mumkin ichki holatida. Solih insonda bo'lsa, islomni qabul qilgan musulmon odamlarda ba'zi paytida qorong'u holatda o'tishi mumkin. Haligi aytganimdek, qanaqadir huzunli, siqilish holati bo'ladi dedim-ku. Ba'zan Alloh o'sha insonni oddiy quruqlik bilan ham tarbiya qiladi. Lekin haqiqat shuki, amal holni, ya'ni o'sha holatni jalb qilmaydi. Amal qalbni tayyorlaydi. Agar uni ichiga diqqatni qaratsangiz, ya'ni ruhni tiriltirishga harakat qilsangiz, u qalbni tezroq ochadi. Zikr bajarganda, o'tirgan holatda mana kim qanaqa bajaradi o'zi biladi. Zikrni bajarganda qalbdan Allohga yuzlangan holda. Ibodatlar ham qalbni yumshatadi. Tavba, chin dildan tavba qilgan inson qalbi tozalanadi. Ixlos ham, ixlos haqida videolarni mana bekorga tashlamadim. Ko'rgan bo'lsangiz, YouTube'da sizlar uchun kimlargadir mana ochilish bo'lyapti. Menga yozishdi. Juda ham ta'sirli video. Bu sizni anaqa orqali menga ochib berdi, tushunmayotgan narsa. Chin dildan har bir harakatda amaldan nima amal bo'lishidan qat'iy nazar ixlos bilan bajarsangiz, uni ruhi ko'rinadi. Ruhi degani haqiqiyligi, sifatliligi. Chunki Allohga shunchaki qalbaki amal bilan bormaysiz-ku. Qalbaki amal uloqtiriladi. To'g'rimi? Ixlos bilan qilingan amal esa Alloh nazdida qadrlanadi. Va o'sha insonni Alloh taolo bu dunyodan o'tgandan keyin orqasini chiroyli qilib to'g'rilab qo'yadi. Ya'ni bu dunyodan o'tib ketgandan keyin bitta mana o'tgan mashoyixlarimizda Yunus Emron o'shalar shunaqa o'zini ustida ishlaganki, chin dildan oldin qaranglar qanaqa bo'lishgan. Juda kibrli bo'lishgan, hozirman degan. Bu bo'lmasam o'ziga bo'lgan kibrini ko'rmagandek, shu darajada odamlarni fikri, gapi bo'yicha yashab kelishgan. Mana sizlarda ham ichinglarda odamlarning fikri bilan yashab yurganlar bor haligacha. To'g'rimi? Endi sizlarga hayotiy misoldan keltirsak, masalan, ibodat qilyapti, zikr ham qilyapti, yaxshilik ham qilyapti. Ikkaloda. Birini qalbida nur, birida esa qalbida quruqlik. Nega? Chunki holat amal bilan emas, ehson bilan.
Shuning uchun ham oriflar aytishadiki, oriflar deganim bu orifi billohlar, ya'ni Allohni san'atini o'rgangan insonlar hisoblanadi. Mana eshitgan bo'lsanglar kerak, balki kitoblar o'qigansizlar, biladiganlar bor. Obidlar degani bo'ladi. Obidlar bu haddan tashqari ibodatni ko'proq bajaradiganlarni obidlar deb aytiladi. Ularga Alloh o'sha narsa bo'yicha qalbiga solib qo'yganki, shuning uchun ishtiyoq bilan, ixlos bilan qanaqadir bajargisi keladi. O'sha ibodatni bajarmasa turolmaydigan, ya'ni ana o'sha namozni ko'p o'qigisi keladi, qo'shimcha nafl ibodatlarni bajargisi keladi. Bu Allohdan unga berilgan nima deydi? O'ziga yarasha vazifa, ya'ni u o'sha narsadan maza qiladi-da. Ana ularni obidlar deb aytiladi. Doim ko'proq ibodatlarni bajarganlar. Orifi billohlar bo'lsa, Allohni san'atini tomosha qilgan insonlar hisoblanadi. Ya'ni Alloh taolo namasi bekorga yaratmagan ekan. U insonlarchi har bir narsada hikmatini bemalol ko'radigan bo'lishgan. Ya'ni har bir vaziyatda, har bir bo'layotgan hayotdagi masalalarda orqasidagi hikmatini bemalol ko'radigan bo'lishgan. Keyin uni ma'nosini tushunib yetishgan. Mana ko'ryapsizlarmi, ular mazza qilib yashashgan. Nima uchun dunyoga kelganini ham anglashgan. Chunki ularda hech qanaqa g'amginlik yo'q. Alloh taolo o'zi aytgan-ku, g'amginlik yo'q, ko'tariladi. Agar kim bizani yo'limizda jiddiy jahd qilsa deganga o'xshash oyat bor edi. Mana shuni inson qanchalik bekor yetmadim, inson o'zini ustida qanchalik ishlab o'ziga fokusni qaratayotgani sayin ko'p topa olmayotgan savollariga javobini o'zidan topishni boshlaydi. Borib natijada savoliga o'rin qolmaydi. U yetib keladi, savol to'xtaydi o'sha joyda. Savolga hojat qolmaydi, chunki u o'zini o'rgangandan keyin u yo'lini ko'radi, bo'ldi. Yo'liga tushib oldimi, yorug'likni ko'rishni boshlaydi. Boradigan joyini. Chunki boshqa bir kimlarnidir nimasi bilan muhokama qilib yurmaydi, birovlarni fikrini u tanqid qiladimi, yo ta'sirlashadimi, u uchun ahamiyatsiz bo'lib qoladi. U savollar to'xtagandan keyin u odamda. Mana ko'ryapsizlarmi, u Alloh nazdida bu buyuk ish hisoblanadi. O'zini ustida ishlash. Oriflar o'sha aytishganki, orifi billohlar hol izlanmaydi, ixlos izlanadi deyishgan. Ixlos izlanadi degani nima degani? Bu degani inson holni quvlamasin. Ya'ni holatni talab qilmasin. Niya izlamasin. Men hozir bu shunaqa qilib bo'lgan edi deydiganlar agar eshitgan bo'lsanglar. Sizlar buni farqini ajratib olinglar. Suyanib ham qolmanglar. Uni ishi ichkarani to'g'irlash oldi. Ya'ni siz qilolman deb yashash bilan emas. Ya'ni nima hol kelarkin deb emas. Qachon ichimda nur paydo bo'larkin deb emas. Men nima niyat bilan yashayapman? Men kim uchun yashayapman? Men kim uchun amal qilyapman? Mana shu uchta narsani eslab qolinglar. O'zingizga shu savolni beringlar, keyin ko'rasizlar javobini. Shoshmaslik kerak, faqat javobni. Shuni izlash, ixlosni izlash bo'ladi, hali aytganim. Oddiy misol keltirsam, odamlar ibodat qiladi-yu, bir uchun qiladi. Bir holat uchun qiladi. O'sha holatni men o'zimda yana qayta paydo qilib kelyapti deb. Biri esa Alloh uchun qiladi. Ko'ryapsizlarmi? Tashqi amal bir xil, lekin ichki niyat boshqa. Ixlos Alloh uchun degan holat bo'lish kerak. Ixlos natija uchun emas, ma'no uchun bo'ladi. Ma'no uchun yashash kerak. Shuning uchun ham orif billohlar
natija talab qilinganda qalb ifloslanadi deb bekorga yetishmagan. Mana biz ko'rgan bo'lsanglar baribir natijaga chiqish holimizda yo'q. To'g'rimi? Oramizda. E'tibor bergan bo'lsanglar. Shoshish kerak emas. Oldin natijani ko'zlashdan oldin amallarni haligi aytganimdek ixlos bilan amallaringizni oldin ruhini tiriltirib oling. Ana undan keyin qalbingizga o'zi belgi bo'lib keladi. Qidirib, o'tdan yurib, kimdandir so'rab yurish shart emas. Sabr bilan o'zingizga bu narsada Allohga bo'lgan ishonch bilan muntazamlik bilangina siz sekin asta o'zi ko'rasiz, qalbingizga belgi bo'lib keladi. Ya'ni haligi aytganimdek, man nima niyat bilan yashayapman? Man kim uchun yashayapman? Man kim uchun amal qilyapman? Mana shuni ixlos bilan chiqqanda o'zi javob keladi ichingizda. Shuni o'zingizga savol sifatida berib ko'ringlar. Endi ana shoshmanglar javobida, chunki birinchi bo'lib san falon, san piston, san deb keladi. Keyin bir ibodat niqobiga kirasan keladi. Nafsingizni ko'rmaysiz-da. Bir qadam oldinda yurganini siz ko'rmaysiz. O'shaning uchun sizda qaysi joyda aralashayotganini siz kuzata bilishingiz kerak. Inson niyatni to'g'rilab olish kerak. Ko'pchilik mana shu niyatni to'g'rilab olishda juda beparvo bo'lib qilishadi niyatda. Men chilla kursimga ham kirishligidan oldin doim aytib o'taman-da. Niyatni mustahkam qilib olinglar. Nima maqsadda kiryapsizlar? Bu yerda bizada ko'pincha fokuschi bitta yolg'iz Allohga qaratiladi. Pulda yetishmovchilik bo'ladimi? Yana ishdami, daromaddanmi, nimalar bo'lishidan qat'iy nazar bilib qo'ying. Siz Allohga taslimiyatni qabul qilmas ekansiz, hech qachon hech narsani qo'lga kirita olmaysiz. Beradi kimlargadir. U ma'lum miqdorda erishasiz bu dunyoni o'zida, ammo u sizni vaqti kelib joningizga tegadi, ishoning. Chunki bu dunyoda hamma narsa jonga tegadigan qilib berilgan. Hech qachon hech bir narsani siz bilasiz, mana o'zingiz bilan olib ketmaysiz. Qiyomatda ham hatto aytilgan. Hech kim hech qachon unim, bunim, ukam, akam, otam, onam demaydi, bolam demaydi. Bilasizlar. Qiyomat kunida hamma bitta Alloh deydi. Nega endi aynan o'sha vaqtni kutib o'tirish kerak? Hop, tushunarli, niyatni to'g'rilab olishimiz kerak bo'ladi. Men hozir chilla kursi bo'yicha gapiryapman. Chilla kursiga kirishdan oldin doim niyatlarni mustahkamlab olinglar deb bekorga o'quvchilarimga aytib kelmayman. Maqsadlarni, chunki odamning niyati o'ldi-jo'lda yotibdi. Maqsaddan bir mayda chuyda har xil narsalar maqsad qilingan. Inson bitta maqsadni qo'ysa bo'ldi. Fikr o'shaqa, o'y hayol o'shaqa qaratilishi kerak. Nima narsa bo'lsa hammasini qo'lga kiritasiz. Bitta maqsad qo'yilsa, sizga o'zi ahamiyatsiz bo'lib qoladi bu dunyodagi nima narsani xohlayotganlaringiz. Ichki yo'nalishni to'g'irlab qo'yadi. Mana shu ixlosni izlash bo'ladi. Ixlos izlash hol uchun emas, Alloh uchun yashashni tanlash bo'ladi. O'zi biza aqlda Alloh uchun dunyoga kelganmiz. To'g'rimi? Dunyoga Alloh uchun kelganmiz. Alloh taolo buni shunchaki nima ko'p ochiq qilib bildirmadi. Ko'pchiligiga, misoliga. Qarang, shunchalik odob doirasi, odobda yuqori to'qisda bo'lgan Robbimizni o'zini ham shunchaki nomiga nima qildiki, bizani tanlov asosida o'zimizga qo'yib berdi. Ya'ni Robbimizga nisbatan qanchalik darajada yaqin bo'lishimizni ma'rifati darajasida, aqlimizni qanchalik to'g'ri yo'naltira olish darajasida o'zimizga qo'yib berdi. Bizda demak bu bilan sababi aqlini to'g'ri yurgizgan banda har bir oyatda, mana misol uchun oddiy Qur'oni Karim o'qiyotganlar, uni ichidagi ma'nolarni ham ko'radigan holga keladi.
ma'nolar hammaga ham ko'ravermaydi. Nimaga? Sabab bilasizlarmi? Yana bir xil biladi sababini. Chunki qalbda ifloslashgan illatlar bor. Yillar davomida yig'ilib qolgan kimlardandir xafa bo'lganmisiz, kimlardandir arazlagan holatlaringiz bormi? Kimlargadir nisbatan qanaqadir illatlar yig'ilib qolgan ichingizda. Shuni hisobiga ko'rmay qolgansiz. Qachon ko'rasiz ichidagi oyatlarni ichidagi ma'nosini? Inson qalbini poklaganda. O'shaning uchun ham Alloh taolo bekorga aytib o'tmagan. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham hech bir amali bilan erishmadi deyaptilar. To'g'risilami? O'shaning uchun sizlar hech qachon ehtiyot bo'lishinglar kerakki, amalga suyanib qolmanglar. Amal sizga ertaga hech balo bo'lmay qoladi. O'zimda o'ylarsizlar, amalim o'ldi deyotganmiz. Shunda ham hech nima qilolmayotgan desam, o'zi qoyillatib bajara olmayotgan desamdir. Kuyinmaylar. Eng muhimi siz bajarayotgan amallarni muntazam ravishda ixlos bilan qilinganidir. Tushunasizlarmi? Mana shunisi ko'p ibodatni bajarishingiz shart emas. Uni ixlos bilan bardavom bo'lganidir. Ana shunisini Alloh taolo, ya'ni sifatli bajargan amalni taqdim etasiz Alloh huzuriga borganingizda. Alloh taolo uni osmonlarga ko'tarib qabul qiladi. Inson o'shancha mana shunda e'tibor beringlar. O'shancha bekorga ma'nolarni his qilolmayotganini sababi mana bu niyasidagi to'siqqa ahamiyat bermaganidan. Niyadagi to'siq nima u? O'sha haliga aytganimdek, yillar davomida o'zingizga ishlab kelmagansiz-da, ichingizda yig'ilib yotgan kirlar, illatlar. O'shalarni chiqarib tashlamas ekansiz, sizni qalbingiz poklanmaydi. Qalb poklansa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, hech biri amali bilan erishmadi. O'zida nafsini ustida ishlash bilan, ya'ni nafsiga qarshi jihod qilish bilangina qo'lga kiritishdi deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ko'ryapsizlarmi? Nafs o'ta ayyor, o'ta tanbal, shunaqa yo'lini qiladiki, siz sezmay qolasiz. Sizni burchaga tiqib qo'yadi. Oldinga yurishingiz uchun u to'sqinlik qiladi. Yo'q, qo'y, harakat qilma. Harakat qilsa dabdala bo'ladi hamma yoq degan ma'noda burchaga tiqib qo'yadi. Bu sizni vaqt yo'qotganingiz qoladi. Agar xulosa qo'yilmada o'zingiz oldingi holatingizga qarang, nimadir ishlarni amalga oshirmoqchi bo'lgansizlar, misol uchun qanaqadir ibodatlarni yo'lga qo'ymoqchi bo'lgansizlar, o'zingizlar bilyapsizlar bo'ladi. Mana shu oldingi holatingizdan kelib chiqib, hozir shu aqlingizlar doirasida hayot kechiryapsizlar. Aqlingizlar doirasidagi munosabat sizga kelyapti. Ya'ni siz nima munosabat bildiryapsiz atrof olamga. Ana shu holat sizni tashqarida aks etyapti. Ya'ni sizni ichingizda ko'rsatib beryapti. Bir nimalarga erisha olmayapsizmi, demak ichingizdan qidiringlar. Aybdorni tashqaridan qidirmang. Tashqaridan hech kimdan qidirmang. Ana shu ichingizdagi aybdorni topib, qachondir qayerdir xatoga yo'l qo'ygan ekansizki, o'shani ildizini o'rganganingizda, keyin xatoni tan olib, ana undan keyin yo'lingizni to'g'irlab olib, o'shanda nima qilsangiz, ya'ni tushib olsangiz, o'zidan o'zi ishoning, avtomatiklarda yechimlari ham joyiga tusha boshlaydi. Sizda o'xshamagan ishlar avtomatik tarzda. Chunki dunyo shunaqa yaratilgan. Insonda mas'uliyatsizlik paydo bo'lgani hisobiga ishlar orqaga surilaveradi. Nimaga? Mas'uliyat degani bu sizda asl fitratingizga berilgan oliy sifat bu. Alloh taolo tomonidan yuborilgan asl fitratingizga biriktirilgan mas'uliyat hisoblanadi. Mas'uliyat deganda bu hamma tomonlama. Hamma tomonlama, ishingizdami, odamlar bilan muloqot qilishdami, oilangizdami, nimalarda bo'lishidan qat'iy nazar ichingizda mas'uliyatni his qila bilishingiz kerak. Alloh taoloning nazdidagi mas'uliyat, odamlarning nazdidagi emas. Mana shuning uchun siz oyatdagi ma'nolarni his qilolmayotganingiz sababi niyadagi to'siqlik. Shuning uchun e'tibor bersanglar,
miya darrov rad etadi. Nimaga? Chunki to'siqlar borligicha. Aql bu dunyo uchun berilgan. U chegaralangan. U ko'tara olmaydi aql. Qalb g'ayb olamdan kelgan. Qancha sizlar bu haqidagi ma'lumotlarni yaxshiroq o'rganib olishinglar kerak. Tushuninglarki, sizlarda savol paydo bo'lyaptimi? Demak, o'ziga yarasha ichingizda og'riq bor. Og'riq qachon to'xtaydi? Og'riq shu savolni to'xtaydi. Savol og'riq bartaraf bo'lgandan keyin savol ham o'zi avtomatik tarzda to'xtaydi. O'zidan o'zi to'xtaydi. Maqsad aniq bo'ladi sizda. Boradigan joyingiz aniq bo'ladi. Yo'llaringiz ochiq oydin ravshan ko'rinadi sizga. Yorug'lashib. Sizda endi qo'rquv bo'lmaydi. Nima qilishni bilasiz. Ochiq oydin ko'rinadi. Agar sizda qo'rquv bormi, qanaqadir o'zingizni yo'lingizni topa olmayapsizmi, demak sizga savol paydo bo'ladi. Shuni ko'rasiz. Vaqt soati kelib, o'z-o'zidan savollar ham berilmaydigan holatga keladi. Insonni ichida hamma mo'jiza insonni ichida joylashgan. Faqat banda o'sha oldin qalbini poklab olsa, ana endi ko'rasiz. Har bir narsada o'ziga yarasha yashirin ma'noli ochiladi. Chunki mana oldingi o'tgan ajdodlarimizdan ham ko'rdinglar, o'tgan mashoyixlarimizda qalbi pok insonlarga hatto gullarni ovozi eshitilgan. Tashqi tomondagi hayvonlarni ovozi eshitilgan. Ularga hayvonlar hujum ham qila olmaydi. Sababi qalbi toza inson bo'lgani uchun. Alloh taolo unga vahiy qiladiki, u meni do'stim deydi. Unga teginma. U meni himoyamda deganda hayvon o'sha zahoti eshitadi. Sani do'stingni men hurmat qilaman degan ma'noda unga tegmaydi. Unga iltifot ko'rsatadi. Chunki Alloh taolo himoyasiga olib qalbini poklagan insonni hech qachon g'amginlik yo'q degan o'zi aytib o'tgan. Masalan, o'shaning uchun biza hozir mana ayni damda vaqtimizni yo'qotmagan holda o'zimizni qalbimizni poklab qolishimiz kerak. Qalbimizni qanchalik poklaylikcha ichkarida yig'ilib qolgan yillar davomida o'tmishda saqlanib kelgan kimlarnidir kechirib olmayotgan holatlarimiz bor. Mana bu narsalar menga yodlaydi. Kechira olmayapman, ichimda qolib ketgan deb. Hali bu kechirishi Alloh taoloning nazdida salo bo'lmay qoladi. Sizni shartta gunohlaringizni, o'zingiz ko'rmayotgan gunohlaringizni ochib qo'ysangiz o'zingizga nima qila olardingiz? Bu 5 kunlik dunyoda yaxshilikda o'zingizni ustingizda ishlab qoling. Eng yaxshi narsa, eng Allohning nazdida buyuk ish o'z nafsiga jihod qilganidir. Qachon o'z nafsingizni qo'lga olasiz, yutuqni qo'lga kiritsangiz hisob. Qachon nafsingizni qo'lga ololmayapsiz, bo'ldi. Siz ko'p narsani qo'ldan chiqardingiz hisob. Qachon Alloh taolo o'zi aytib o'tgan, qachon banda ma'ni qidirmoqchi bo'lsa, oldin nafsini ko'rsin. Ya'ni siz nafsingizni ko'rmas ekansiz, hiylalarini ko'rmas ekansiz, unda siz Alloh taoloni ko'ra olmaysiz. Alloh taolo aytganki, men tog'u toshlarga sig'madim deyapti. Dengizlarga sig'madim deyapti. Mo'rg'akkina qalbiga sig'dim deyapti. Ko'ryapsizlarmi? Ana qalbingizdan topasiz Alloh taoloni. Butun sir asrorlarga ochilishda ham qalbingizda hammasi qalbingizda joylashgan. Qachon fokusingizni o'zingizga qaratsangiz, tashqariga chalg'amasangiz, ya'ni atrofga vaziyatlarga chalg'amasangiz, ana o'shanda inshaalloh ishimiz sizga butun dunyoni sirlari, hayotingizdagi sirlari, xotin o'rtasidagi munosabatdagi madida Alloh taolo bergan ma'noli ochilishi boshlaydi. Umuman ota-ona farzand o'rtasidagi ma'noli, insonlar bilan munosabatda ma'nolarni ko'rish boshlaydi. Har bir joyda qaraganda, har bir joyda kim bilan gaplashganingizda uni qalbini ko'radigan holga kelasizlar. Qalb pok bo'lsagina, qalb pok bo'lmasa ko'ra olmaysiz. Astag'firulloh, Alloh o'zi asrasin. O'zini ustida ishlamagan inson hech qachon mana ko'ryapsizlar, qanchadan qancha qabristonda yotgan odamlarni
vafot etgandan keyin o'zi taq etib ko'zi ochiladi. Voy Robbim, men endi tushundim. Men shuncha imkoniyatlarni ko'rmagan ekanman. Menga yana qaytar, meni endi men o'zim ustimda ishlashni boshlayman. Endi men seni yo'lingda harakat qilaman. Endi men qiladigan ishimni qilaman deydi. Voy qanchadan qancha odamlarni ko'rsanglar, mana o'zinglar ham bilasizlar, kitobda. Men qarab borganimda holatga juda chindan dong ketaman. Alloh taologa hamd sanolar etaman. Bildirib qo'yganda, anglatib qo'yganiga, vaqtida imkoniyatdan foydalanib qolish uchun aqlimni to'g'ri yurgizib qo'yganiga, shu insonlarni shu odamlarga yetkazishda o'zi kuch-quvvat berayotganiga alhamdulillah Allohga shukr qilaman deb yetib kelaman. Unda olib qarasanglar, haqiqatdan ham biz judayam noshukur bandamiz. Juda ko'p son-sanoqsiz ne'matlarni ko'rmayotganimizni bilganimizda odam shunchalik ham ko'r bo'ladimi devorar ekan. Uchun mana o'sha til ma'nolarni ko'rishi, hatto bir ma'nolar ko'rinmayaptimi bilinglar. Buni o'z ichida ishlash vaqti bildiradi. Mana hozir sizlar ham bu kanalga bekor kirib kelmagansizlar. Demak, Alloh taolo sizni qalbingizdan tortib chetga olib keldi. Meni gapimni eshittirishni nasib qildi. Ichingizda qanaqa gaplar bo'lyapti, o'zingiz bilasiz. Lekin bekorga kelib qolmadik bu kanalga. Tushunasizlarmi? Har bir narsada bilgan, ko'zingni ochgin degan gap bor. Har bir kimsani Xizr deb bilgan deydi. Bizni vaqtdan yutqazmaslik uchun bo'layotgan vaziyatlarni analiz qilishimiz kerak. Bu holat menga bekorga bo'lmayapti deb. Ya'ni vaziyat misol uchun sizga qarshi vaziyat, qarshilik bo'lib qoldi, misol uchun. Uyingizdagilardan, yaqinlaringizdan yoqimsiz vaziyat bo'lib qoldi deydi. Ishi bekorga bo'lmaydi. Sizga signal, vaqti keldi degani, o'z ustingizda ishlash vaqti keldi, bandam, ko'zingni och. O'shaning uchun mana sizlar ham bekor kanalimga kirib kelmagansizlar. Inshaalloh bunda hozir mana aqlinglarni Alloh taolo Qur'onda aytganidek aqlingizni yuritmaysizmi deb bekorga juda ko'p oyatlarida aytib o'tmagan. E'tibor bergan bo'lsanglar, Qur'onni o'qitirganlar buni yaxshi tushunishadi. Oyatlarini ma'nosini qilganlar. Shuning uchun bekorga har bir narsada siz o'zingiz uchun kerak bo'lgan narsani olib qolishingiz kerak. Yo'q, bu meni uchun emas deb beparvo bo'lish, biling, nafsi shu darajadaligidan orqaga tortayotgan bo'ladi. Yana yo'qotasiz vaqt. Bilmaysiz ertaga nima bo'lishini, to'g'rimi? Bekorga sizlarga anu qabristondagi odamlarning holatini aytmadim. Oddiy Alloh taologa yaqin bo'lishni masofachalik sizni ma'rifatli darajasida yaqin bo'lishni his qilasiz. Qanchalik darajada yaqinligingizni. Mana qarang, atrofga qarang. Atrofdan biling Allohga qanchalik yaqinligingizni, insonlardagi munosabatlarni, sizga nisbatan bo'layotgan munosabatlar qanaqa munosabat bildirilyapti sizga. Demak, shu darajada ma'rifatingiz bor ekan Alloh taologa nisbatan. Shu darajada ekan. Inson o'zini anglashi uchun uchta asosiy bosqich bor. Ya'ni sizlarga hislar haqida aytib o'tdim. Hislarga suyanib qolmaslik kerak. Hislarni boshqarish kerak. Hislar kelganda siz hislarni boshqarmasangiz, ertaga hislar sizni boshqarishni boshlaydi. Hislarni ichiga nimalar kiradi hissiyotlarga? Qo'rquv, vahimaga tushish, xursand bo'lib ketish, xafa bo'lish, shular kiradi. Shunaqa holatga tushganingizda siz darrov o'zingizni qo'lga olib boshqarmas ekansiz, unda sizni hissiyotlar boshqarishni boshlaydi. Tushundingizmi? O'shaning uchun sizga Alloh taolo erkinlikni berib qo'ygan. O'sha erkinlikni siz qo'lga olib, boshqaruvni qo'lga olib, haliga o'zingizda ichingizda Alloh taolo bergan qobiliyatlarni, ya'ni jur'atni paydo qilib, bugundan boshlab men o'zimni hukmim bo'yicha ish yuritaman degan ma'noda qo'lga olishingiz kerak. Ya'ni hissiyotlaringizni sizni kim xafa qiladi,
atrofda nima bo'lishidan qat'iy nazar o'zingizni qo'lga olib, sekin ushlab olib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar, jahlingiz chiqsa o'tirib oling. Chunki u foyda beradi. Agar shunda ham to'xtamasa, yotib oling. Demak, inson yotib olganda tinchlanishi boshlaydi. U gapga fokusni qaratmang. Fokusni qaratganingiz sayin o'sha tomondan sizga salbiy energiya ulan uradi. Tushunasizmi? Haligi siz rohat olayotgan ijobiy energiyani yo'li uziladi. Ya'ni ibodatdan olayotgan energiya yo'li. Qarang, o'shancha e'tibor beringlar. Men o'zimni g'alati his qilaman shu oxirgi paytda deydiganlar nima sababdan shu holatga tushib qoladi? O'rganib ko'ring. Kun bo'yi nima bilan o'tkazayotganingizga e'tibor bering. Mana shunda siz bilib olasiz. Hislaringizni qo'lga olishga harakat qiling. Ya'ni hissiyotlarni aytdimi, xursand bo'lib ketish holati ochilib ketmang. Xafa bo'lish holati o'zingizni yo'qotib qo'ymang. Nima deydi? Xavotirli holatda ham bir tekis ushlab turing o'zingizni, muvozanatda. Ichki holatingizga e'tibor bering. Alloh taolo sizga ichki holatingizga qaryapti. Kuzating. Hislaringizni boshqara olsangiz, muvozanatni ushlab turasiz. Ana o'shani siz o'ta olasiz. Voqea tashqi tomondan voqea bo'ladi. His ichkaridan bo'ladi. Siz u voqeaga reaksiya berasiz. Demak, muammo voqeada emas, ichkarida ekanini tushundik. Inson avtomatik tarzda rejimda yashaydi keyin. Bitta anaqaga tushib olib, dumaloq doirani ichiga tushib olib. Keyin bor nima bo'ladi? Odam o'zi tegmay qolgan holda vaqt o'tib, jahl bilan gapiradi. O'zini g'alati his qilganda, o'zi tegmagan holda atrofdagilarga zaharini sochib qo'yadi. Yoki bo'lmasam qanaqadir nimadir deb qo'yadi-da, yoqmaydigan salbiy gaplar chiqarib qo'yadi og'zidan. Atrofdagilar hayron bo'ladi. Reaksiyasi. Shundaylar. Demak, muammo voqeada emas, ichkarida o'zingizda. Agar inson hislarni boshqara olmasa, qarorni qabul qiladi, aql o'chadi. Aytganimdek. Eshitgan bo'lsanglar, eshitmay qoldimmi deb tarigini qaytarib o'taman bu gapimni yana bir. Shunda qalb yopiladi. Inson avtomatik tarzda rejimda yashaydi keyin. Keyin boshqa odamlarga nisbatan qanaqadir jahl bilan gapiradi, xato qaror qiladi, pushaymon bo'lib yuradi, o'zini tushunmaydi, nima uchun yashayotganini. Demak, o'zini ichki holatni bor, to'g'ri qabul qilish. Endi ikkinchisi. Sizga haligi kelayotgan og'irlik holatini siz shunchaki oddiy qabul qiling. Unga kirishdan ketmang. Sizga bo'layotgan holatni. Keyin uni darrov negativlashmayman o'ziga. Qanaqadir bu holat bekorga emas, menda bir nima deb noto'g'ri salbiy fikrga o'tib ketmang. Ya'ni holat kelib ketuvchi. U Allohdan kelib ketuvchi. Haligi aytganimdek bir ne'mat bo'lib ham keladi. Bir huzunli haligi sizlar tashlab berdinglar-ku, o'sha og'irli holat. U doimiy emas, u haqiqatan sizga vaqtinchalikka kelib ketuvchi narsa. Buni Alloh taolo o'zi istagan bandasiga undoq, istagan bandasiga bundoq qilib yuborib turadi. Bir xil bo'lsa buni o'ziniki deb qabul qilib yuboradi, bilmasdan, mana shundoqmi degan tushunchaga kirishib ketadi. Vaqtinchalik shu holatni shaxsiyatga aylantirib yuboradi. Natijada o'zini ko'rmay qoladi. Endi mana hozir sizlarga holatlar haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'tsam, aynan bu narsalarni sizlarga bekorga bermadim. Agar inson mana shu hislarni, holatlarni o'z o'rnida, o'z joyida to'g'ri qabul qilib, xuddi men hozir sizlarga aytganimdek ushlab tura olsanglar, ya'ni muvozanat holatini ushlab muvozanatga keltirgan holat bo'lganda, qanaqa misol uchun shunchaki siz tepadan kuzatuvchi bo'lib nima qilasiz, kuzatasiz.
hislarga ham, ichki Allohdan keladigan holatni ham kuzatasiz. Kirishib ketmaysiz, jahlingiz chiqdi yoki xursand bo'lib ketsangiz, u ham shunchaki sinovligini unutmagan holda muvozanatga keltirib olasiz o'zingizni. Mana shunda sizda sekin-asta ishoning. Haqiqiy o'zlik anglanish boshlanadi. O'zingizni anglashni boshlaysiz. Mana shu o'zlikni anglashni ilk darvozasi hisoblanadi. O'zlikni anglash nima u? Bilasizmi? Eshitgan videoyimni yaxshi tushunmagan bo'lishingiz kerak. Videoni YouTube'dagi video bo'yicha o'zlikni anglash degani bu asl fitratga qaytish. Ya'ni Alloh taolo bizani qanaqa yuborgan edi? Misol keltirgan mana chaqaloqlik paytimizda tushuntirib berdim. Ana o'sha holatda, ya'ni shaffof holatda Alloh taolo bizani yuborgan. Mana shu shaffof holatda omonatimizni ham topshirishimiz kerak. Shuning uchun omonatga xiyonat qilmagan holda biz bu imkoniyatdan foydalanib qolishimiz kerak. Har bir imkoniyat bizga har kuni agar aqli bor inson darrov ertalab uyg'onganda ko'zini ochganda bugungi rejasini to'g'irlab oladi. Misol uchun bugun qiladigan ishlarim nima? Soat kechqurungacha nima ishlar qiladi? Rejasini erinmasdan yozasiz daftarga. Mana qilishim kerak. Mana bajarishim kerak. Bajarib bo'ldingmi, misol uchun kun bo'yi shu bajarish kerak degan rejalarga fokusingizni qaratib turish kerak. Mana bajaryapmanmi? Buni tushunadi. To'ldirib yozish shart emas. Oldin 1-2-3tasini qoyillatib bajarib oling. Undan keyin keyingilarni sekin-asta qo'shib boraverasiz. Bularni qoyillatganingizdan keyin. Ya'ni bu rejalaringiz qanaqa rejalar? Shunga ham bog'liq. Sizni qayerga olib boradi? Mana shularni rejasini tuzib chiqish kerak bo'ladi. Men bu haqida o'sha to'liqroq YouTube'dagi videolarda tushuntirib o'tganman. Oxirigacha eshitganlar buni tushunib yetgan. Ichki hislar bo'yicha, holatlar bo'yicha nima yetishmayotganini balki anglagandirlar ham. Bu yog'iga sizlarga aynan mana shu o'zini boshqarish bo'yicha fikrlarni nazorat qilish bo'yicha va Allohga olib boradigan mashqlarni ustida ishlashni xohlaganlar uchun chilla kursimizni ishlab chiqqanmiz. Butun davlatlarda ham shu narsaga muhtojligini his qildim. Keyin men buni yo'lga qo'yishni boshladim. Allohga shukr, men boshida kuzatdim. Alloh taolo o'zi berguvchi. Alloh taolo o'zi olib kelyapti, o'zi natijaga chiqaryapti. Men shunchaki vositachiman. Men shunday bildimki, qalbimga Alloh taolo shu narsani bildirdi. Demak, bildimki, bu narsada hozir juda ko'pchilik tushunmovchiliklar o'zini ustida ishlaydi. Hatto mana ko'palonlar bo'lishi ham jamiyatda arzimagan narsalarga muhokamalarni kuchayib ketishi, o'zini o'rganmaslikdan kelib chiqadi. Mana hammasi bitta nuqtaga taqaladi. O'zini o'rganmaslikdan. Va bekorga kelib qolmagansizlar, tushuninglar. Mana qaysidir kanallardan o'tib kelyapsizlar, men bejiga kelib qolmadim deb tushuninglar. Sizlar o'zingiz kelmagansiz, olib keltirib qo'yilgansiz. Vazifalarni astoydil bajarganlarga ishoninglar. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tushida ko'rganlar ham bo'ldi. 7-kunida chillani. Demak, chilla natija beryaptimi? Odamlarning foydasiga. Inson bu dunyoga nima uchun keladi? O'zidan nimadir qoldirish uchun, o'zidan nimadir taratib, o'zidan nimadir barpo qilish uchun keladi. Faqat o'zini ko'zlab emas. Unda nafsi shunchalik darajada ekanki, o'zini ko'zlaydi. Inson o'zi uchun emas, o'zidan nimadir barpo qilib qoldirib ketish uchun kelgan. U nur tomon harakatlanadi. Chunki Alloh taolo o'zi aytgan, bizning yo'lda jiddiy jahd qilganlarga yo'lini ochib beramiz. Tushunasizlarmi? Mana shu ishlashni boshlaydi. Jiddiy jahd deganda o'tirmaysiz-ku, buni eshitib, ma'ruzalarni eshitib, bundoq o'zini ustiga ham harakat qilish kerak-ku. Imkoniyat hadeb kelavermaydi. Imkoniyatdan foydalanib qolgan yutadi. Inshaalloh yutuvda bo'ladi u inson.
O'shaning uchun sizlar bu chilla kursiga bu yoqdan nafaqat hatto mana shu kanalni o'zida o'qiy olmayotganlar, misol uchun kursiga kira olmaganlar ham kanalni o'zida qancha ma'lumotlarga ega bo'lishyapti. Kanalni o'zida ancha ochilishlar bo'lyapti. Men shu kanaldan chiqib ketolmay butun o'zgarishni his qilishni boshladim. O'zimni ustimda shu kanaldagi ma'lumotlarni o'zida ham berayotganiga rahmat deb o'zgarishlar bo'lishni boshladi. Mana siz ustida ishlashni boshlaysiz. Chilla kursiga kirganingizdan keyin hamma har xil shug'ullanishni boshlaydi ustida. Kimdir astoydil niyat bilan kiradi. Kimdir mustahkamlab shu niyat bo'yicha ketadi. Ya'ni maqsadlarni aniq qilib, ana shunga yarasha yo'llar ochilishi boshlaydi. Mana shuning bekorga sizlarga maqsadlarni aniq qilib olinglar. Chillaga kirishdan oldin daftarga yozib qo'yinglar kerak bo'lsa. Ana o'shanda sizlarga shunga yarasha mustahkam yo'llar ochiladi. Ani bu yoqqa aralash bo'lib ketmaydi-da. Misol uchun boshqa yo'llar aralashib ketmaydi demoqchiman. O'shaning uchun insonlarga ikkilanish kala qoladi ishim. Doim bir nimani boshlayman, oxirigacha olib bormayman deydigan holatga kelib qoladi keyin. Boshqa yo'llar aralashib ketadi bu. O'zi sezmay qoladi qattiq aralashtirib qo'yganini. Nega? Kunda tartib yo'q. O'shaning uchun kunni oldin tartib keltirib olish kerak. Mana sizlarga tushunarli bo'ldi. Yo'q, hech qanday. Sizlarga shunday narsalarni yetkazishda xursand bo'laman. Hech qanaqa qiynalib ketganim yo'q. Faqat ovozim ham bo'g'ilib turganiga shunaqa holatga kelib qolmam bugun. Mayli. Eng muhimi Alloh toqatidan ortiq narsani yuklamaydi. Alloh taolo menga shu narsani bemalol yetkazishga kuch-quvvat beryaptimi? Alhamdulillah, Allohga shukr, yetkazib oldim deb o'ylayman. Inson o'zini anglamagunicha savollar qo'rshovidan chiqib keta olmaydi. Savollar qachon to'xtaydi? Ichingizda. O'zingizni anglab yetganingizda yo'llaringiz o'z-o'zidan avtomatik yorug'lashishni boshlaydi. Siz nima qilishni bilasiz, bo'ldi. Ya'ni nima ishlar qilib ketish kerakligini ham ko'rib turasiz. Shunda ma'lumotlar sizlarga tushunarli bo'ldi. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, unda chatimdan yopamiz. Rahmat e'tiboringiz uchun, qatnashganingiz uchun, oxirigacha eshitganingiz uchun. Ilohim manfaatli qilsin. Va sizlarni endi buyog'iga Xudo xohlasa yaqinda boshlanadigan chilla kursimizda kutib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Keyingi chaplarda Xudo xohlasa ko'rishguncha rahmat, salomat bo'linglar. Yaxshi dam olinglar. Allohga omonat qiling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.